Milliylik bu qadriyatlarimizga bo'lgan yuksak hurmat ehtirom. Milliylik o'zbekka yarashadigan odat desam adashmayman. Milliylik bu o'zligimiz, uni asrab avaylash hammamiz burchimiz. Milliylik bu bizning ma'naviy qiyofamizdir. Asrlar davomida sayqal topgan milliy liboslarimiz, xalqimizning tarixi, qadriyatlari va nafosatini o'zida mujassam etgan bebaho san'at asarlari. Atlas u adraslar, zarbof cho'ponlar, milliy do'ppilar va nafis kashtalar nafaqat kiyim, balki millatimizning ma'naviy qiyofasini ko'rsatib beradigan katta kuchdir. Milliylik bobolarning duosi, otalarning nasihati, onaning allasi. Men shunday tushunaman. Milliylik degan so'zni talaffuz qilganimda, ongu tafakkurimga keltirganimda onajonimning allasi yodimga tushadi. Bobomning o'sha soqollari ko'ksini bezagan, oppoq soqolli bobom bo'lar. 93 yoshda olamdan o'tganlar, Ibrohim hoji ota. U kishining duolari esimga tushadi. Juda chiroyli urush qatnashchisi edi u kishi. Juda chiroyli duo qilardilar. Biz ko'rgan kunlarni sizlar ko'rmanglar dedilar. Nafaqat bizga, nabiralarga, balki butun mahallaning yoshlariga, bizning tengdoshlarimizga nasihatgo'y edilar. Bugun milliylik deganda ana shunday jarayonlarni ko'z oldiga keltirish kerak va bu jarayonlarni tiklash kerak mening nazarimda. Respublikamizda haftaning juma kuni milliy liboslar kuni sifatida o'tkaziladi. Shu munosabat bilan Namangan viloyat teleradio kanali davlat muassasasida ham milliy liboslar kuni o'ziga xos bayramga aylanib ketdi. Haftaning 3 kunida efir boshlovchisi, jurnalistlar, hattoki mehmonlar ham milliy kiyimda ko'rinish beradilar. Bu albatta har bir insonni faxrlantiradi, qadriyatlarimizga hurmat ruhini uyg'otadi. Bugun O'zbekistonni dunyo tan olmoqda. O'zbekiston dunyoga o'z milliyligi bilan ham tanilmoqda. Milliylik bu nafaqat o'zimizning milliy ust-boshlarimiz, balki milliy qarashlarimiz, milliy tafakkurimizda ham o'z ifodasini topmoqda. Qaysi sohada bo'lsin rivojlanish, taraqqiyot bor ekan, bu albatta milliy an'ana va urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizni nechog'li e'zozlayotganligimizning belgisi desak adashmaymiz. Bugun yurtimizda milliy liboslarga bo'lgan qiziqish yanada ortmoqda. Ayniqsa yoshlar tomonidan milliy uslubdagi liboslarni kundalik hayotda ham keng qo'llash urfga aylanmoqda. Bu esa milliy an'analarga hurmat va milliy o'zlikni anglashning yorqin ifodasidir. Hunarmandlar tomonidan tayyorlanayotgan har bir libosda nozik did, betakror naqsh va yurtga muhabbat mujassam. Ayrim kashtalarda ezgu tilaklar, tabiat ramzlari va milliy urf-odatlar aks etadi. Shu bois milliy liboslar nafaqat ko'zni quvontiradi, balki ma'naviy qadriyatlarni ham avloddan avlodga yetkazishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Milliy liboslar bu shunchaki kiyim emas, u millat tarixi, xalq ruhi va iftixorining jonli ifodasidir.